Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya Ukrainaga navbatdagi keng ko'lamli hujumga tayyorlanmoqda. AP agentlik bu haqda Ukraina hukumati va harbiy tahlilchilarga tayanib xabar berdi. Moskva Kiyevga bosimni maksimal darajada kuchaytirish va o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarda Kremlning pozitsiyasini mustahkamlash uchun yaqin haftalarda yangi hujum boshlashga tayyorlanmoqda, deb yozadi nashr. AP manbalari ma'lumotlariga ko'ra, Kreml bahorda 1000 km uzunlikdagi front chizig'i bo'ylab ko'p maqsadli hujumni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ukraina harbiy qo'mondonlarining ta'kidlashicha, Rossiya yaqinda kutilayotgan keng ko'lamli yurish oldidan taktik pozitsiyalarni yaxshilash uchun hujumlarni kuchaytirgan. Ular frontda 6 oydan 9 oygacha deyarli butun 2025-yil davomida davom etishi kerak bo'lgan hujum harakatlarini tayyorlamoqda, deydi ukrainalik harbiy tahlilchi Aleksey Getman. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy razvedka ma'lumotlariga tayanib, Rossiya mamlakat shimoli-sharqida Sumi, Xarkov va Zaporojye viloyatlarida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida ma'lum qilgan edi. 28-mart kuni Myanmaning Mandalay shahri yaqinida sodir bo'lgan 7.7 magnitudali zilzila oqibatida 1000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. 2376 kishi jarohatlandi. Ma'lumot uchun, Myanma janubi-sharqiy Osiyodagi davlat bo'lib, u yerda rohinja musulmonlari o'nlab yillar davomida shafqatsiz diskriminatsiya va ta'qiblarga duchor bo'lib kelmoqda. Jumladan 2016-2017 yillarda Myanma harbiylari terrorga qarshi kurash bahonasida rohinja musulmonlarga qarshi urush olib borgan. Ular rohinjalarga nisbatan ommaviy qotilliklar, zo'rlashlar va uyini yoqib yuborish kabi harbiy jinoyatlarni uyushtirgan. Natijada 700 mingdan ortiq rohinja musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. Rossiya Ukrainaga dron hujumlarida nisbatan yangi taktikadan foydalanmoqda. Bild nashrning yozishicha, Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi tobora kamroq rus dronlarini urib tushirmoqda. Dronlarning aksariyati hozirgacha Ukraina havo mudofaasi tomonidan yo'q qilinayotgan bo'lsa-da, so'nggi hafta davomida tobora ko'proq shahid dronlari Ukraina hududiga kirib, unga jiddiy zarar yetkazmoqda va shaharlarda yong'inlar chiqarmoqda, deya yozadi nashr. Endi dronlar bir necha daqiqa oralig'ida nishonlarga ketma-ket uchish o'rniga hujum joylaridan bir necha kilometr narida va bir necha ming metr balandlikda to'planib, so'ngra barchasi birgalikda tegishli obyektga hujum qilmoqda. Natijada portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan ko'plab dronlar bir vaqtning o'zida shaharga uchib keladi va ulardan faqat ba'zilari urib tushiriladi. So'nggi haftalarda Odessa va Dnepr kabi yirik shaharlarda qisqa vaqt ichida 10 va undan ortiq zarbalar berildi, deb yozadi Bild. Kecha Dneprga bir vaqtning o'zida 20 dan ortiq shahid dronlari hujum qilgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina armiyasi hozirda Rossiyaning yangi hujum taktikasiga qarshi choralar ishlab chiqmoqda. AQSh Filippinda Tayfun raketa tizimini joylashtirdi. Bu haqda Wall Street Journal xabar bermoqda. Tayfun raketa tizimi bu masofada Xitoyning yirik harbiy va sanoat obyektlariga bemalol zarba bera oladi. Tizimga quyidagilar kiradi: Tomahawk raketalari, radiusi 1200 milya, Guanzhou va Nankindagi radar tizimlari va qo'mondonlik markazlariga zarba bera oladi. CM-6 raketalari, diapazoni 150-290 milya, kemalar, samolyotlar, qanot raketalar va potensial gipertovush tahdidlariga qarshi turishga qodir. Xitoy, deb yozadi gazeta, g'azab bilan munosabatda bo'lib, buni provokatsiya deb atadi va javob choralari bilan tahdid qildi. Putin men bilan muzokaralar olib borishdan qo'rqadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning boshqa bayonotlari. Ukraina Putindan boshqa Rossiyaning har qanday boshqa vakili bilan muzokaralarga rozi bo'ladi. Ukraina AQShdan foydali qazilmalar bo'yicha yangi kelishuv loyihasini oldi. Bu avvalgi asosiy kelishuvdan butunlay farq qiladigan hujjatdir. Kiyev Washingtonning harbiy yordamini qarz sifatida tan olmaydi. Kiyevda bir hafta davomida tor doiradagi shoshilinch yig'ilish bo'lib o'tadi va unda Ukraina hududiga kontingent jo'natishga 100% tayyor bo'lgan davlatlar qatnashadi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov AQShga Rossiyaning sulhni buzganini isbotlovchi dalillarni topshiradi. Hamkor mamlakatlar Ukrainaga razvedka ma'lumotlariga kirish imkoniyatini kengaytirdi. Harbiy omborlardan foydalanishga ruxsat berdi va havo mudofaa tizimlari uchun litsenziyalar taqdim etdi. Foydali qazilmalar to'g'risidagi bitimga ilgari rad etilgan tafsilotlar kiritilgan. G'alaba borasida hammasi juda aniq.
Biz uchun NATO faqat AQShda bo'lgan raketalar, 100% malakali harbiylar bilan ta'minlangan Ukraina armiyasi va himoya qilinishi kerak bo'lgan qazilmalarimiz bor. AQSh endi Ukrainaga tekin yordam ko'rsatmaydi. Buni ular rasmiy ravishda ma'lum qilishmoqda. Reaktiv dronlar, shuningdek optik tolali dronlar ishlab chiqarishni ko'paytirish ustida ish olib boryapmiz. Raketa dasturlarini va ularni ishlab chiqarishni imkon qadar tezlashtirishimiz lozim. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.